Mana turli tumanidan terib tashlagan bu yoqda. To'kli desangiz to'kli, benzinli desangiz benzinli, kabinkali desangiz kabinkani, polka kabinasi desangiz kabinali. Mana qangi Porsche'ni Mini nimasi ham elektrokari ham shu yerda mana. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljonov kanalining hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda benzinli skuter, elektro motoroller ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Zamin savdo markazida yetib Zohirda bugun sizlarga Zamin savdo markazida benzinli motorollar narxlarini tanishtirib beramiz inshaalloh. O'tgan safargi videolarimizda bunaqangi elektron motorollarni usti ochiq, kabinkali hamma turini tanishtirganmiz inshaalloh. Bugun sizlarga e'tiborlangan bunaqangi benzinli motorollar yangicha variantlar keldi. Xohlasa bugun sizlarga shular narxlarini, xarakteristikalari, rasxodlari qanaqa, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizning o'ng tomonida qizil obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasi bor, shuni bosib qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, xohlasa nomerlar shunday ekranda yozib qoldiramiz. Uzoq yaqindan kelmoqchi bo'lganlarga lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Mana benzinlar turli xilida, mana bunday chorvaga mo'ljallangan 3 tonna yuk ko'taradiganlar ham bor. Xohlasa ma'lumotini beramiz. Xohlasa videosini boshlarga bizga har doimdek bularda xarakteristikalari haqida Mujon akamiz ma'lumot beradi. Assalomu alaykum. Mujon aka, Zamin savdo markaziga xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, o'zingiz yaxshimi aka? Zamin savdo markazida siz bilan birga benzinli motorollarimizni tanishtiramiz. Xohlasa yangiliklarga qo'yibsiz. Yangiliklar juda ham bortlari anchagina uzun-agina bular, ha? 220lik modellarimiz, 220lik ko'tarishga mo'ljallangan motorollarimiz, benzin 200 kubli. Demak, birinchi arendani tanishtirib qo'ymadingizmi, Mujon aka? Arendani tanishtirib o'tamiz. Andijon, Namangan, Yangiqo'rg'on shaharchasidan kelgan Zamin savdo markazi yo'lda o'ng qo'l qismida, asosiy trassada joylashgan. Qo'qon, Uchko'prik markazidan kelganda Zamin savdo markazi yo'lda chap qo'l qismida ko'rinish beradi. Xohlasa mana o'zi yo'lda bo'yida benzinli, elektron motorollar xohlasa sotuvdan mavjud, hamma turidan bor. Xohlasa siz bilan birgalikda mana benzinli Zongshen modeli, Xitoy brendi, eng kuchli brendlardan biri bo'lgan. Hamma qudobsizlar, elektron motorollarimiz bu faqat benzinli modellar. Yor sistemalari bu yerga qo'yilgan, qo'shimcha yor sistemalarigacha mavjud. Bu yoqda o'tiradigan orqa skameykalargacha joylashtirilgan, zakaz berib keltirilgan. Xohlasa 2,5 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan motorollar 200 kubli mana yozilgan. 100 km masofaga 6 litrdan 7 litrgacha rasxod qiladigan model. Nagruska bilan yurganda juda ham ekonomik bo'lgan. Oldida laboylari, zapas baloni, bu yerda podarkalari bilan kelgan, podarkalarni beramiz sepida bor. Mana bu yoqda zapas balon, zapaslarigacha bor ekan, qo'shimchalargacha beriladi, troslargacha bor, zavatskoy yoniga so'ri bo'lib ochiladigan. 26 million so'mdan dastavkasi bilan vodiy bo'yicha qilib beramiz. 26 million so'mdan beramiz. 26 million so'm, 2 tonnalik. 2,5 tonnalik. 2 tonnalik. 2,5 tonna. 25 million so'mdan dastavkasi bilan. Mana, qoyil. Resurlari ham baquvvat ekanda buni. Juda ham baquvvat bo'lgan. Ranglar 4 xil rangda mavjud modellardan. Eng qiziq joylaridan biri bu yerda radiator, antifrizli. Mana radiator qismlari, domlachilar. Radiator, antifriz hamma nimalari. Juda ham. Mujon aka, eng qizig'i yana bitta savol. Buni garantiyalari qanaqa? Bu benzinlarga garantiyalari bo'ladimi? 6 oyga motoriga garantiya beramiz, 5000 probeggacha garantiyasi bor. 6 oy yoki 5000 probeggacha garantiyasi bor. Gap yo'q. Mana. Hurmatli obunachilar, garantiyali motorollar beraman degan benzinli 2,5 tonnalik. Gap yo'q. 26 million so'm. 26 million so'm. Bu yoqdagi modellarimizga 2 tonnali modellarimizni xohlasa 25 million so'mdan dastavkasi bilan 2 tonnali modelimiz. 2 tonnalik. Albatta. Ko'rinishi modelimizni otga o'xshab minadi, o'tiradigan joyi, oldida laboylari bor, tezligi 120 ga chiqadi. Ammo gap yo'q. Tezligi bir xil yuradi. Mana speedometrlari mana bular. Juda ham bir zo'r bo'lgan holatdagi motorollarimiz. Benzinlar. Rasxodi qanaqa bular bunisini? Rasxodi bu modellarimiz ham 6,5-7 litr rasxod qiladi 100 kilometrga. Nagruska bilan. Nagruska bilan yurgan. Yuki bilan. O'zini holatida yurganda undan ham atroyida. 600-700 grammga farq qiladi.
Narxi o'shada 25 million so'mdan qilib beramiz. 25 million so'mdan. Bu narxlar dastlabki narxlari bilan. Vodiy bo'ylab dastlabki ichida. Albatta, dastlabkilar ichida. Mana bunaqangi dugalari bilan ekan. Hurmatli obunachilar, deyarli yonlari to'siqli shamol bo'lmaydi, to'siqchilari bilan. Endi chorva, bozor, dehqon bozorlariga chiqadigan modellarimiz bu yoqda borti balandlari bor, ko'rsatamiz siz bilan birgalikda benzinlimizda. Juda ham savlati, haybati keng bo'lgan 2,5 tonnali borti tepada reshetkalari bilan 26,5 million so'mdan bu modelimizni ham Zongshen 200 kubli 200 kubli mana. radiator antifriz, Понежник ручной, hamma sistemalari mavjud, zapas balonlari bor, borti baland. Dehqon bozorlarida hayvon, chorva nimalarni tashiydigan modellarimizdan biri. Buni bilasiz, narxini 2400 dollar sotilgan, so'nggi hozir 26,5 million sotdi. 2000 dollarga ham bormaydi hozir motorollerlar. Juda siyga narxida benzinli. Motorlar shu darajada chegirma bo'lib turibdi inshaalloh. Gap yo'q ana. Zapas balonlar tagida joylashtirilgan, spesialni qo'yadigan joylari bor. Bu modelimizda xohlasa oldi laboylargacha bor. Dastlabki narxlari 26,5 million so'm. 26,5 million so'mdan. Albatta. Gap yo'q ana. Ko'rinishini ko'ryapsiz. Bemalol chorva hayvonlarini anaga belab qo'yib, mana bortlarni narigilardan ko'ra anchagina biladi. Bundaqa qo'shimchasi bilan. Bu ichida mana o'zini baylaydigan troslarigacha qo'yilgan. O yo'qni ko'ryapsiz. Ochilib ketganda tros to'sib qoladi, pastga tushib ketmaydi. Gap yo'q, ana. Juda ham bekamli ko'z, garantiyalarigacha beriladi, mijozlarimiz tekshirib oladi. Bemalol xohlasa foydalanishlari mumkin. Bu yo'lda qolib ketdim yoki boshqa degan narsa yo'q, benzinni qo'yadi, manzilga yetadi mijozlar. Gap yo'q. Xohlasa behijolat. Hurmatli obunachi, Alloh qo'yib qo'rasin. Ammo gap bunaqa narxlar hali bo'lmagan. Bunaqlar yo'q. Endi bu yoqda ko'rinishlarimiz benzinlar pastda 300 kilodan 3 tonnaligacha bo'lgan benzinli motorlarimiz hozir 15 xildan 20 xilgacha modellari mavjud. Xohlasa mana pastda 1 tonna, 300 kilolar bu yoqda bor benzinlarimizda. Ko'rsatib o'tamiz. Alp Moto brendiga tegishli bo'lgan benzinli motorlarni bilan tanishtiramiz. 1 tonnalisi 24 million so'mdan. 1 tonnalik 24 million so'm. 24 million so'mdan qilib beramiz. 180 ga 130 bo'lgan. Dastlabkilari ichida. Mana bunaqa ulkan haybatlilari bor. Xohlasa radiator antifriz. Necha yuz kubali bo'ladi bu nimasi? Bularda kubasi 250 kub. 250 kuba. Rasvoti qanaqa bo'ladi bu? Rasvoti 7 litr rasvot qiladi 100 kilometrga. Bunaqa baland buni reshetkasi ham. Xohlasa 30 million so'mdan qilib beramiz bu motorni. 30 million so'mdan. Albatta. Ana. Yana esa chegirma narxlarini hisoblaymiz, bonuslari bilan xohlasa bu motorlarimizning bonuslari bor, bonuslari bilan hisoblab chiqarib beramiz. Xudo xohlasa. Albatta. Endi mana benzinlar, pol kabinalari, zavodskoylari mana bu yoqda bor. Yangicha ko'rinishdagilari mana shu holatda, mana shu ko'rinishda, mana shu modelda Jon aka pol kabina 2350 dollardan dastlabkasi bilan. 2350 dollardan ko'tarishga mo'ljallanganlar. Mana bortlari ham zavodskoy hamma yo'g'i bor. Audio sistemalarigacha bor ekanda. 120 ga chiqadigan tezlikda chiqadiganlar. Gap yo'q. Hamma ko'rinishi, hamma modellaridan bor. Inshaalloh. Endi 300 kilo olsa, avtomat korobka 500 kilodan 600 kilo ko'tarishga bo'lgan benzinli avtomatlar 120 ga chiqadiganlar. 1500 dollardan 1700 dollardan. 200 dollar raziyasi qilyapti. 200 dollar raziyasi bor. 300 kilo olib 600 kilo olib. 600 kilo olib. Rasvoti qanaqa bo'ladi bular? Bular rasvoti 4 litr 4,5 litr rasvot qiladi. 100 ga. Bak sig'imi qancha bo'ladi buni? Unda buni. Bak sig'imi nimasi? Bular bak sig'imi 25 litr. 25 litr. Bitta bir to'ldirib olsa ko'rdim demay, endi unutib yuborar ekanda nima ana? Tezdan chiqib qolar ekanda. Bular nimaga sog'lamaydi, o'zi avtomat korobka. Ikkalasi ham avtomat holatda ishlangan. Endi bu yoqda 1 tonnali modelimizda 1700 dollardan qilib beramiz. Mana bo'lsa? Albatta, bu narxlar chegirma narxlarini yana hisoblaymiz. Keyin mijozlarimiz kelsa, narxlarni yana ko'rsatib, tanishtirib birgalikda xudo xolasa o'tamiz. Gap yo'q. Benzinli motorlarlarimizda xudo xolasa bemalol klientlarimiz hamma joylarda so'rab, tekshirib aloqaga chiqishlari mumkin. Shundan ham chegirma narxini hisoblab beramiz. Gap yo'q. Ana hurmatli obunachilar, Zamin savdo markazida mana bunaqangi elektrokar Porsche'ni bir kichkina qilib qo'yilgan elektrokar ham sotuvda, xohlasa mana
Boya bularning ma'lumotini berish uchun chiqib qoldi mana skuterlarni elektrokarimiz. Mana bu yog'i Motorolalar, onda bunaqangi elektrokarimiz. Mana salon holatlari o'ta neobычный qilib ishlangan mana. Ko'ryapsizlarmi? Nima qulaylik bo'lsa mana bunaqangi monitorlar. Mana nimalar hamma narsa bilan jihozlangan xolisona. To'liq zaryadda eng qizig'i 100-120 kilometr bemalol masofani bosib o'tadi. Yuqori tezligi 50, uzoq 60 ga chiqadi yuqori tezligi. Maksimal skorost. Lekin bemalol bilan elektrokar. Mana Porsche'ni bir urib kichkina qilib qo'yilgan varianti mana. Narxi $3,500 kami bor, hozir kelishgan xonasi bor inshaalloh. Aloqaga chiqarasizlar. Mana. To'liq zaryadda 100-120 kilometr bemalol yuraveradi. Mana hurmatli obunachilar, biz Zamin savdo markazining orqa tarafidagi skladdamiz. Mana bunda yangi akkumulyatorlar ham turibdi mana. Yangi akkumulyatorlar kelgan. Hozir akkumulyatorni o'sha kuchaytirib ham berishimiz mumkin. Nimalarda akkumulyatorlarni bundaqangi ochilmagan korobkaga holalanganlarga korobkaga skuterlar mana. Mini skuterlar bunaqangi. Hamma turidan bor xolisona. Bular yig'ilganlari, nimalar uchun qoldiroqlardi. Xulos kalom, kim nimani istasa hammasidan muhayyo mana. Ko'ryapsizlarmi? Usti ochiqlari turli xil variantlari mana. Hamma turidan bor. U yoqda kabinkalar, dubl kabinkalar, hammasi turidan bor, xohlasa kelaverasizlar. Buni passajirlar mana. Turli tuman. Passajirlar mana, turli tuman mana. Ko'ryapsizlarmi? Bu tarafda mana dubl kabinkalar, kichkina nimalari ham bor, xohlasa. Mana. Xulos kalom, hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Lokatsiyasini Iqboljon.uz deb nomlangan Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Uzoq yaqindan kelmoqchi bo'lganlarga nomerlar shunday ekranda, xohlasalar onlayn turib ham savdolarni amalga oshirishlar mumkin. Sizlarga qo'yilgan nomerlarda Telegram, WhatsApp bo'ladi. Nomerlar shunday ekranga yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib, menga mana shunaqangi reklamada ko'rsatilgan motoroller yoki skuteringiz kerak desalar, sizlarga video orqali sizlarga tashlab ko'rsatishadi. Xohlasangiz video YouTube'da gaplashsalaring sizlarga ko'rsatadi. Mana shunaqa narxi mo'jazida kelish qolsalar, bular счёtiga pulini o'tkazib berasizlar, sizlarga dastlab qilib chiqarib yuboradi. Hammasi ishonarli, xohlasa motorollerlarni sizlarga yetkazib berishadi. Shuning bilan videoni sevgapsiz, o'z nomingizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Like ni bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar.